Nega lan ishlatganing bo'ldi? Sana bir ostadimi shuni? Evet gel sefer hem şu Mersin'i göstertmedik. Gördüm göstermeyin bunu patlıcıkları. Yaxshi gap yo'q do'stlar. Yaxshi gap yo'q. Gördingizlar, o'zlarimizning Uzbekskiy legendarniy Nexia 1 mashina. Endi qaranglar, menda yaqinda 1 million obunachi bo'latir. Men avtoparkimda 3 ta mashina bo'ldi. Men bu sizlarga buni birisini sovg'a etaman 1 million obunachi bo'lsam. Shuning uchun men imенно Nexia 1ni tanladim. Lekin men sizlarga bu ahvolda buni berasim yo'q. 5 ming dollar pul etamiz şu maşının tünüğüne. Yetmese aytamazsın. Qarang, ağa, Mersinni size ishondim. Beni uy oltirmadingiz. Rahmat katta onun uchun. Şu maşinni Xorazm territoriyasida nomer 1 etib beraman deb va'da etasizmi? Va'da beraman. Bo'ldi, tasan. Yetmasa ayting, lekin şu maşinni patlıcıklarga beraman, nomer 1 etib chiqarishingiz kerak. Gap yo'q. Mana bu mashinani ağa size topshirdim, mana bu kilit. Qaranglar do'stlar, hamma jarayonlar, ish jarayonlari Profi X profiline ketadi. O'tib patlıcıklarni bosib qo'yinglar. Men o'zim ham borib maslahatlashib turaman buni. Patlıcılar sizlar bilan maslahatlashib turamiz. Xullas, shu mashinaning nomerini aytib turib, sizlarga sovg'a etaman. Endi tasavvur eting, shu Nexia 1 ya bo'lmasa 07 sizniki bo'lsa, nima ishlatgan bo'lar edingiz? Nechik maqsadda foydalangan bo'lar edingiz? Kommentariyga yozib qo'ying. 07 ya bo'lmasa Nexia 1 aynan sizniki bo'lishi mumkin. Men 1 million obunachi bo'lsam bo'ldi. Tak что, hozir o'zida mana patlıcılarni bosib qo'ying.